أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 47. Sure Muhammed Medine'de nazil boğan 38 ayet. Nahayt şefqatlik, mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kafir boğan ve kişilerini Allah'ın yolundan to'sganlarning yaxshi amallarını Allah bekar qilib İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarning Muhammed'ga nazil qilingan Qur'on ularning Parvardigori tarafidan kelgan haqiqatdir. İman etganlarning gunohlarini Allah o'chirib tashlaydi. Ularning holini yaxshilaydi. Bu shuning uchundirki, kofirlar botilga, ya'ni shaytonga ergashdi. Mu'minlar bo'lsa Parvardigori tarafidan kelgan haqiqatga, ya'ni Qur'onga ergashdi. Allah insonlarga ularning ahvolini shundoq bayon qiladi. Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chig'inglarda ularni o'ltiringlar. Sizlar ularni qirib, ularni asir elinglar. Ondan ularni ihson qilish yuzidan qo'yib beringlar yoki fidya elib qo'yib beringlar. Toki urush o'zining ig'ir yukini tashlaganga qadar, ya'ni urush to'xtaganga qadar shimani shundaqdir. Agar Alloh xolisa albatta sizlarni urushga taklif qilmasdinlar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Allah ba'zilarni ba'zilar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi. Allah'ın yo'lida o'ldirilganlarning, ya'ni shehidlarning amallarini Allah bekor qilib o'tmaydi. Allah ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Va ularga tunishtirilgan jannatga kirgizadi. Ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Allah sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam beradi. Qadiminglarni urush maydonida baqaror qiladi. Kofirlarni Allah halok qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Bu shuning uchundirki, ular Allah nazil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. Ular zaminda sayr qilib ilgirkilarning oqibatining qanday bo'lganligini ko'zatmadimi? Allah ularni halok qildi. Bu kofirlar shunday oqibatga qoladi. Bu shuning uchundirki, Allah mu'minlarning madadkoridir, kofirlarga madadkori yo'qdir. Shubhisizki, Allah iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kofirlar hayoti dunyoda uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi va chorpoylardek yeb ichidi, oxiratda ularning joyi do'zax bo'ladi. Seni haydab chiqargan shaharning, ya'ni Makkaning aholisidan kuchli bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qiluvchi bo'lmadi. Parvardigori tarafidan bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni mu'min, o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafs xohishlariga egashgan odamga, ya'ni kofirga o'xshamdi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanglar, ishko'chilarga lazzat beg'ishlaydigan maydan o'stanglar va sop asaldan o'stanglar bo'ladi. Ularga jannatda bahramand bo'ladigan turli mevalar bo'ladi va Parvardigori tarafidan mag'firat bo'ladi. Bundaq taqvodorlar do'zaxda mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib qiziqliqidan uchaylari par-par qilinadiganlar bilan o'xshashmi? Ulardan, ya'ni munofiqlardan ba'zi kishilar sening so'zingga quloq soladi. Ular sening yiningdan chiqqanda ilm berilgan kishilarga, ya'ni sahobalarning o'limalariga masxir qilish yuzidan boyi u, ya'ni Muhammad nim dedi deydi. Ana shular Allah dillarini pechatlayotganlardir. Nafs xohishga ergashganlardir. Hidoyat topganlarni Allah texmi hidoyat qiladi, ularga taqvodorlik mukofotini berdi. Ular, ya'ni Makka kuffarlari faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutadi. Shubhisizki, qiyomatning alomatlari keldi. Ularga qiyomat kelganda, ular qandoqmi vaz-nasiyat oladi? Bilginki, Allohdan boshqa hech ma'budi var haq yo'qdir. Gunohing uchun, har ayol mu'minlar uchun mag'firat tiligin. Allah sizlarning bu dunyodagi harakatinglarni va oxiratdagi joyinglarni biladi. Mu'minlar jihadni talab qilish yuzasidan nimishga jihad amr qilingan biroz sura nozil qilinmadi deydi. Jihad zikr qilingan aniq sura nozil qilinganda dillarda kasal bola, ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib aylanib ketgan odamdek qaravotganligini ko'rsan. Ey Muhammad, ularning sana itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi.
Urush qaror qilingan chaqda ular Allohga sodiq bo'lsa, albatta ular uchun yaxshi edi. Sizlar islomdan yuz o'rsanglar, zaminda buzuqchilik qilasizlarmi va sil rahimni uzib qo'yasizlarmi? Ana shunday kishilarni Alloh rahmatidan yiroq qildi. Ularni haqni anglashdan g'as qildi, hidoyat yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamda, balki ularning dillarida qulub bor. Shunga ular tushunmaydi. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqasiga qaytib olganlar, ya'ni iymondan kufrga qaytganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi. Shayton orzu va ajalning uzunligi bilan ularning ko'nglini tindirdi. Bu yana shaytonning ularni ozdirishi, shuning uchundirki, ular Alloh nozil qilgan narsani yomon ko'rgan kofirlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Alloh ularning sirlarini biladi. Azab farishtalari ularning yuzlariga va orqalariga urgan holda ularning jonlarini ilayotganda ularning holi qandoq bo'ladi? Bu azab shuning uchundirki, ular Allohni darg'azab qiladigan narsalarga ergashdi. Allohning roziligini, ya'ni Allohni rozi qiladigan ishlarni yoqtirmadi. Shuning bilan Alloh ularning amallarini bekor qildi. Dillarda kesal bala, ya'ni munofiqlar Alloh o'zlarining islomga bo'lgan dushmanligini oshkorlamaydi deb o'ylamdi. Agar biz xohlasak, ularni cho'qim sana bildiratdik. Cho'qim ularning simasidan toniyting. Sen albatta so'zning uslubidan ularni toniysan. Alloh sizlarning amallaringlarni bilib turadi. Biz sizlarni albatta jihodga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Toki sizlarning ichinglardan Alloh yo'lida jihad qiluvchilarni va jihadning mushaqqatlariga chidashlik berguvchilarni bilganga sirlaringlardan vaqt bo'lganga qadar. Shubhisizki, kofir bo'lganlar, ishlarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambar bilan dushmanlashganlar Allohga qilchisiz yetkazolmaydi. Alloh ularning sadiqa berganga o'xshash amallarini bekor qiladi. Shuning bilan oxiratda uning savobiga erishamaydi. Ey mu'minlar, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Amallaringlarni kufri, nifoq va riyo bilan bekor qilib o'tmanglar. Shubhisizki, kofir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, ondan kofir piti o'lganlarni Alloh hargiz mag'firat qilmaydi. Kofirlar bilan jang qilgan chig'inglarda bo'shib qolmanglar. Kofirlarni sulhga chaqirmanglar. Halbuki sizlar g'olib tursizlar. Alloh sizlar bilan birgadir. Alloh hargiz amallaringlarning savobini kemaytirib o'tmaydi. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin va tomoshadan iboratdir. Agar sizlar iymon etsanglar va taqvodorlik qilsanglar, Alloh sizlarga ajringlarni beradi. Mol-mulkinglarning hammasini berishni so'ramaydi, faqat zakotni berishinglarni so'raydi. Agar u sizlardan mol-mulkinglarni jiddiy so'rasa, bexillik qilasizlar. Bu bexillik sizlarning islomga bo'lgan adovatinglarni oshkorlaydi. Sizlar shunday kishilarki, Allohning yo'lida pul-mol sarf qilishga chaqirilsanglar, sizlarning oranglarda bexillik qiladiganlar bor. Kimki bexillik qiladigan, u o'zining zini uchun bexillik qiladi. Alloh sizlarning mol-mulkinglardan behojatdir. Sizlar bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Agar sizlar Allohning taatidan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtiradi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi.